Hozir mana katta gruzovik mashinamiz bor. Nima deysiz bu mashinani otini? Peterbilt mashinasi. Ana endi bu mashina bilan bir ish qilamiz. Hozir men sizga olib borib bir joyda ko'rsataman. Uni hozir shopirimiz kameraga olyapti. Ketdik hozir. Pauza qilib videoni borib boshlagan ekan. Oldi. Mana mashinani shundayga haydab kelavering. Mashinani haydab kelaverasiz. O'sha katta guzanovingizda shundayga haydab kelaverasizda. Shunday kelasiz. Mana bu setkani olamiz. Bu setkani olamizda mashinani orqaga haydab kelaverasiz. Bu yoqqa qarab. Kelaverasiz shunday. Mashinani haydab kelaverasiz. Mana bu yoqqa kelasiz. Haydab mana shu yerga olib kelasiz mashinangizni. Shu yerga olib kelgandan keyin mana bular bor-ku. Mana shularni ana o'sha zanjirga ulaymiz, orqasidan tortasi sug'urib olib ketadi. Yo'q mana bu kundalarda orqasiga qarab itaramiz mashinangiz bilan. Yo ana u nariyog'idan o'tib turib zanjirga bog'laymiz, tortasi tarang-parang qilib bo'lmasin, mana bunisidan tortib ketasiz. Yana keyin kelavering bu yoqqa. Haftasiga ehtiyot bu. Ayolingizga qarab. Keyin bu yoqqa olib kelamiz mashinangizda. Mana bularni olib turamiz, mana bunday orqasi bilan bu yoqqa qarab mo'rillatib o'tib ketasiz, tankaday bosib o'tib kelasizda. Mana bu narsalarni bog'laysiz. Mana bu ana ular. Mana bunday ana qiling-da, qarang. Mana bu treyler bu. Shunday turibdi, zanjirga bog'laymiz, tortib yo'qotib olib ketasiz bu yerdan. Mashina bilan. Ana shu mashinangizni gavdasi katta, har bitta baloni sigirday katta. Bemalol buni tortib ketadi. Mana shu bo'ldi. Ketdik bo'lmasa ana qiling. Pauza qiling. Oling. Mana bu mashinani xalastoyga ham qo'ya olmaymiz. Xalastoyga qo'yish kerak. Xalastoyga qo'yish kerakda. Keyin dam solib, zavodi qilib bu yerdan olib tashlash kerak. Men olib tashlaymiz. Bu mashinani aytayotganimiz yo'q, ana tortadigan narsani. Bu mashina torta olmaydi ularga. Mana bu kattasi, mana bu. Mana bu kuchli mashina, buni qarang. Balonlari katta. Yer chiqib, sinib ketadi. Mana bu yerga chiqib ketadi. Mana bu katta mashina. Qarang buni. Sigirday katta. Ho'kizday kuchli mashina, ha? Shundaymi? Bemalol shu hamma joyda tortib titraqib tashlaydi. Qarang ana yerlarni, chuqurlarni qozib tashlagan mashina. Bemalol gana o'qiladi. Har bir tomonlari. Buni qarang-da, bu mashinani qarang buni. İçi bir anavda ekanda, bir kichkina xonachada joy ekanda ichi, ha? One bedroom. İçini ham ko'rsataymi men? Bak, içini ham ko'rsatamiz. Buni o'chirsan mayli, içini joylari bor ekan, qarang buni. Ikkita joy bor ekan. Shundaygi ikkita joy. Bir etaj, iki etaj, ha? İçida mikrovolnovka bor, ha? Mana. İçida mikrovolnovkasi ham bor. Mikrovolnovka, xolodilnik, choy qiladigan joy. O bu yerda xolodilnik, naryog'. Bu juda zo'r ekan-ku. Bemalol ichida yashab yursa ham bo'laverar ekanda buni, ha? Uni qarang-da. Endi shundayga ketaveradi. Ichida polni datchik, matchiklari bilan juda zo'r ekan bu.